Kaltaklangan bolalarni olib keladida oldingizga. Kaltaklangan bolalar bular qo'rqoq bolalar. Lekin nima uchun kaltak yeding desam, dars qilmoqchi edim, men dars qila olmay qoldim, fanlarim pasayib ketdi. Bolani diqqati buzilgan bo'lsa, bola qanaqa qilib dars qiladi? Uni o'sha diqqatini tartibga keltirmaydimi ota-ona? Diqqatini buzilganligini inobatga olmaydimi? Yoki bola juda qattiq qo'rqqan, IQsi, aqliy intellekti pasayib ketadi bolalarni. Qo'rqqanidan yoki qattiq siqilganidan yoki o'sha maktabdagi bulinglar, tazyiqlar, zo'ravonliklar natijasida bola o'rnini topa olmayapti-da, yana uydan ham xuddi shunaqangi tazyiqqa ichida bola. Uni kaltaklab, urib, qattiq gapirib, baqirib tarbiya qilib bo'lmaydi. Demak, biz bu jarayonlarni bunda o'rganishimiz kerak. Bola bu shaxs, avvalambor bu individual, o'ziga xos va u hech kimning bolasiga o'xshashga majbur emas. U o'xsha olmaydi ham men o'xshayman degani bilan. Chunki uni dunyoga keltirgan ota-ona, ota-onani dunyo qarashi, ota-onani o'sha natijasi bolada aslida. Endi ota-ona qanaqa bo'lsa, kechirasiz, bola ham shunaqa bo'ladi-ku. Ya'ni biz o'zimizni o'sha tuqqan bolamizdan qo'shnini bolasini tarbiyasini talab qila olmaymiz. Qo'shnini bolasini salohiyatini talab qila olmaymiz. Haqqimiz yo'q talab qilishga. Demak, biz farzandlarga individual yondashishni o'rganishimiz kerak.